Shoshilinch xabar: O'zbekistonning 6 viloyatida qor ko'chishi xavfi e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 6 viloyatning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi borligidan ogohlantirdi. Ma'lum qilinishicha, 16-19 yanvar kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik hamda havo haroratining o'zgarishlari sabab respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. Shu jumladan Qashqadaryo viloyatida Dehqonobod, Kitob, Qamashi, Shahrisabz tumanlarida, Surxondaryo viloyati Boysun, Qumqo'rg'on, Sariosiyo, Uzun tumanlarida, Samarqand viloyati Nurobod, Qo'shrabot, Samarqand, Urgut tumanlarida, Jizzax viloyati Baxmal, Zomin tumanlarida, Toshkent viloyati Bo'stonliq, Parkent, Ohangaron tumanlarida, Namangan viloyati Pop tumanida, tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi xabarda. 2026-yil yanvar oyi uchun ob-havo prognoziga ko'ra, ikkinchi o'nkunlikda harorat pasayib boradi. Uchinchi o'nkunlikda respublika shimolida kechasi 15-20 darajagacha sovuq bo'lishi kutilmoqda.